Tojikiston, O'zbekiston nomidan ta'ziyamizni qabul qiling. Bu voqea biz uchun ham juda ham dahshatli bo'ldi. Sababi bu oilani tarixi haqida eshitganimdan keyin yuragim parchalanib ketdi. Yaqinda Nilufar opamiz erlarini vafot etganlaridan so'ng bolalarini Rossiyaga olib kelib, shu yoqda musofirchilikda halol mehnat bilan farzandlarini ulg'ayishiga sharoit qilib berayotgandilar. Aynan Qobiljon o'lgan maktabda farrosh bo'lib ishlardilar. Ozgina vaqt o'tib, erlaridan so'ng farzandlarini ham qabrgacha kuzatib qo'yaptilar. Aynan shu voqeani eshitib, biz Umra jamiyati kompaniyasi bilan birgalikda Nilufar opamizni o'zlari xohlagan kun Allohning baytiga farzandlari va erlarining haqlariga duo qilishlari uchun jo'natishga qaror qildik. Tojiklar va o'zbeklar aslida ikki xil tilda gapiradigan bir millat. Biz har doim birgamiz. Tojikiston yana bir marotaba ta'ziyamizni qabul qiling.